Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Bugun mana 13-fevral Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz bor. Xudo xolisa bundan tashqari 35 kunlik paketlarimizga ham qabullar boshlangan. Agar kimda qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar hamda bizni kuzatib boringlar. Xudo xolisa hozir qolgan videolarimizni aeroport ichidan olib borib qo'yib boramiz. Ziyoratchilarimiz jo'natayotganlarimizni bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisa aeroport ichiga kirib kelyapmiz. Mana ziyoratchilarimiz ham sekin kelishni boshlashdi. Inshaalloh hozir registratsiyalar boshlanadi. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotganlar. Mana aeroportga kiryapmiz. Mana Hoji tog'am. Hoji tog'a, yaxshi bo'ldimi? Hamma yo'q. Xafagarchilik yo'qmi? Xudo xolasa. Xudo xolasa endi inshaalloh duoda bo'lasiz. Xudo xolasa duoda bo'lamiz. Husanboy, mas kompaniyalaringga rahmat. Iloyim hamma yengillayotgan mana. Hoji tog'a kirib, registratsiya boshlangan, hamma yo'qni topshiraverasiz. Men hozir qolganlarni kutib olib kiraman, shu yerda bo'lamiz. Hamma yo'q berildi. Bo'ldi, Hoji ota, kiring. Mana Xudo xolasa aeroport ichiga ham kirib oldik. Hozir registratsiyalar boshlanadi. Mana ziyoratchilarimiz kelishni boshlashdi, Xudo xolasa. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha bo'ladi bu reysimiz. Mana Xudo xolasa bizni kuzatib borayotganlar, Madina reysimiz ochildi, registratsiyaga mana qabullar boshlandi. Xudo xolasa hamma shu yerda mana ziyoratchilarimiz sekin kirib kelishyapti. Xudo xolasa bugun kuzatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa mana registratsiya ham ochildi. Ziyoratchilarimiz xudo xolasa o'tishni boshlashyapti mana. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha ziyoratchilarimiz xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda aloqaga chiqsalaring. Mana xudo xolasa registratsiyamiz ham tugab qoldi. Sanoqli odamlarimiz qoldi. Mana Hoji aka charchamadingizmi? Qalay bo'ldi? Kuzatib oldi. Ha, 2 kundan beri shular kuzatib olaylik deb uyqu yo'q mana. Xudo xolasa biz sizlarning xizmatlaringiz, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarga javoblar berib, barcha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar, Xudo xolasa. Mana va nihoyat bugungi umrachilarimizni ham, ziyoratchilarimizni ham Xudo xolasa jo'natib yubordi. Ya Allohim, shukr. Mana 13-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha ketayotgan ziyoratchilarimizni kuzatyapmiz. Xudo xolasa registratsiya ochilgan, mana registratsiyadan o'tishyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Farg'ona aeroportida biz mana ziyoratchilarimiz xudo xolasa. Duo qilib qo'ying, Hoji ota, o'g'lingizlar qilib qoldimi? 2 kun birga turdik. Amin. Amin. Nima niyat qilsa, Alloh o'zi yetsin. Hoji ota bizdan kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr endi. Allohu akbar. Yaxshi borib keling-a Hoji ota. Xudo xolasa barchaga rahmat mana. Allohga shukr. Ziyoratchilarimizni kuzatib chiqyapmiz mana. Mana shu Hoji tog'am boshchiligida bo'ldi hammasi. Mana. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lib qo'ysalaring, Xudo xolasa barcha yangiliklar qo'yib boramiz. Farg'ona aeroporti.